ko'rdinglar-a? Tolib qizi qaytib ketdimi? Ko'rdim men ham uni. Kelisha olmaganda, ajab bo'lsin, boru o'tgan safar rosa urishdim men bilan. Bizdan qaytdi-da. O'zi tili yomon edi-da, gap qaytaraverardi bu ham. Shunaqa yeri ham bor, haydab yuborgan nima qiladi boshqa uka? Ana qarang, kelyapti axir. Ha, bechara. Shu bola uylanolmay yurtdanchidan biri bor. Buncha nimadir bor buni bor. Kasali bor. Nimadir bor-da. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak, oka. Yoki ko'chada bir topib qolgani bormi? Menimcha. Shunaqa bo'lishi mumkin. Endi nima deb o'ylaysiz, oka, o'zingiz ayting. Menga qara ozga bor. Izdivacha qilamiz, shunday ko'ramiz, tushundingmi? Bir mazani oling o'zingiz. Kesincha. Yana nima olib, ko'chmasdan o'tmasdan bo'lmaydi, yana g'iybat qiladi. Shu ko'chora. Ya, qalay, hormang, tuzimsiz, charchamasizmi? Boy, qalay ishlar? Qani. Qanaqa o'tiramiz? Nega aka, keldingizlar, o'tiribsizlar, bekorchi deydi. Ha, shu endi gaplashib, qiz o'rtog'im bilan gaplashib. Stolinglarni sanab ko'chandan nari qo'yib olsanglar bo'ladi-da. Eng ayollar bor kirdi, chiqib qilishmayapti. Ha, bo'ldi. Xafa o'ysizlar faqat. Yo'q, gapchilik yo'q. Aytgancha, raqamni so'ramoqchi edim. Yoshing 30 ga chiqyapti. Ha. Qachon uylanasiz? Tez nima kasaling bormi? Kasaling bo'lsa, doktorga olib boraylik. Ko'rsataylik. Tez o'yla, to'yini maza qilib o'ynaylik, to'g'rimi? Bir bor o'zimizni ishimavanda bo'lib, men qarang, yo'q ko'chib topganing bormi? Men bilan yurasanmi? Suvchiligi bor, har qilamiz. Odam har xil xayolga boradi-ku. Uylanish kerak, yurish kerak emas, bo'lmaydi unaqa. Vaqtida uylanib olish kerak. To'ppa-to'g'ri gap. Uylanish kerak tez. Uylansa, maza qilamiz to'yinga. Aka, menga ruxsat charchadim. Ha, shunaqa. Dam oling. O'z to'y haqida gapirsa qochasan. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qilgin. Sog' bo'ling. Senga ham tabrik topilmadi. Joy bo'shagan yaxshi bo'ldi. Qochib ketgani. To'y haqida gapirsang qochadi sira. Shunaqa qilib qayerga boradi? Qochadi-da. Buni bor, kasali bor, nimadir bor-da. O'shaning uchun uylanmayapti. Bu ko'chadan topib olgan, oka, boy aytdim-ku. Menimcha ko'chadan topib olgan. Mana bunaqalar ko'p, bunda ko'chada ko'p mana shunaqa yuradi, mana shunaqa qizlar bilan. Mazasini qilib yuraveradi. Nima qiladi boshqa oka? Qo'ying mayli, buni gapirmang. Nima qilasiz? Undan ko'ra anu o'sha joni sho'q qolibdi nozik. Ko'rdingizmi? Hamma ko'krak, tirsilla qattiq bo'lib turibdi. Ha, oka, ko'krak deganingizga bir narsa esimga tushib qoldi. Kecha bittasini nomerini olganman. Jon kelib, bu ham shunaqa tirsilla yotibdi. Bir nomerini beringmi sizga? Davay. Yozing nomerini. Yozing nomerini. Mana shu. Ay, istiqomat taylab qo'ygan ekan, yigitlarga. Ha, bo'pti. Mazasiga ham. Xo'jayinim chaqirib qoldi bular. Yaxshi. Yur qizim, ketdi. Chiqingmi? Siz gap chiqaraveramiz. Bilashamiz bu. Bo'ldi. Saydanxon. Mana mashinalarni yuborsan, yolg'on olgandan keyin. Sizimsan. Yaxshimisan? Rahmat. Sizimsan? Bo'ladi aka. Nima gap aka? Maqilni o'ylab ko'rding gapimizni? Qachon uylanasan? O'tgan kuni ham 3-4 marta qaytardik. Bildingmi? Qachon uylanasan? Uylansa, yo kasaling bo'lsa, dedi doktorga olib borib kelaman men. Yurmaysan-a mana shunaqa so'kinxon bo'lib. Nima diring bo'lsa, bizaga. Ha, gapir. Qarang aka, jonga tegdingiz-ku. Ertadan kechgacha mana shu o'tirib olasiz, g'iybat qilasiz. Erkaksiz, ozgina bir erkakligingizni biling. Misol aka, qarang, janozangizga qachon chiqamiz? Ertangacha qolamizmi? Menga qarang. Napasingni so'qib, esing joydami? Odam o'lishini qatdan bilamiz, Alloh biladi hammasini. Aka, Alloh bilsa, meni ham qachon uylanishimni Alloh biladi. Nima endi uylanmasam, boshqa qilmasam, kasal bo'lamanmi sirazi? O'z ko'chada gap tarqab yurgan ekan, mashtaqa asli deyishyapti. Menimcha sizlar tarqatgan bo'lsangiz kerak, menikini ham aka Alloh biladi. Undan ko'ra so'rang, nima xizmating bormi, qilaylik yo'qmasa, hozir aka meni mablag'im yo'q uylanishga. Uyimni o'zi remont qilishim kerak. Bilasiz, hozir to'yga kamida kerak-da pul, to'g'rimi? Yo onamga yo otam kirib aytaymi? Menda uylantirib qo'yinglar, o'zingizdan pulinglarga deb. Ishlayolman aka, xudo xolisa topganimda bo'ladi. Ha, mayli. Aka, gap tarqatib yurmanglar unaqa qilib. Kam jonim achigandan gapiraman-da, begin emassan-ku. Men qarang aka, joningiz qiynalayotgan bo'lsa-chi, ko'chada ham g'iybatdan kamaytiring, iltimos. Ertaga u kim so'rab kelib qolsa ham-chi, men sizlardan kutaman-da, yomonlab yuborishinglarni. Hamda basharamga shunaqa qilib turibsizlar, begonagacha undan battar qilasizlar.
Mayli. O'zingni ehtiyot qiling ukam. Aka sog' bo'ling. Hamma uylanmaganlarda faqat shu savol. Bittasi bir gapirmaydi, bir puling bormi, nimang bor, nimadan qiynalyapsan? Ba'zi kasalga chiqaradi bular. Mayli, insof bersin Alloh o'zi.